deklarasyonu halkımızı tinch, amonlikda, davlatimizga ishtirokchilari, hurmatli tibbiyot xodimlarimiz, avvalambor barchangizni kirib kelayotgan konstitutsiyamizni 31 yillik bayrami bilan tabriklayman. Bu yil konstitutsiyamiz bayrami o'zgacha shukuh, o'zgacha tantana bilan nishonlanyapti. Chunki konstitutsiyamiz hammamiz xabarimiz bor. Umumxalq referendum bilan yangilangan konstitutsiya sifatida bu yil nishonlayapmiz. Hurmatli prezidentimizni ko'p mana shu g'oyalari, inson qadri uchun degan g'oyalari birinchi navbatda mana shu konstitutsiyada mixlab, muhrlab qo'yildi. Oldin davlat, jamiyat, inson degan prinsipda ishlagan bo'lsa, eski konstitutsiyamiz, yangi konstitutsiyada inson, jamiyat, davlat degan tushunchalar muhrlandi va O'zbekiston ijtimoiy davlat deb belgilandi. Buni tagida juda katta ma'no bor. Ijtimoiy davlat degani mana shu birinchi navbatda fuqaroning haq-huquqlari, fuqarolarimizga, umuman xalqimizga ijtimoiy sharoitlarni yaratish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalariga ko'proq e'tibor berishga qaratiladigan siyosat yuritiladi. Bugungi mana shu ochilish marosimi bo'layotgan tibbiyot birlashmamiz, poliklinikamiz ham shuni bir namunasi desak to'g'ri bo'ladi. Mana bu yil juda ham og'ir yil bo'ldi. Ko'p sohalarda 2-3 yildan beri pandemiya mana asoratlari ketmayapti. Qolaversa, Chust tumani juda ham mashg'ul bo'lib ketdi ayrim kasalliklarimiz. Lekin Xudoga shukr, mana shu rahmat tibbiyot xodimlarimizga, Chustdagi umuman viloyatimizda butun hamma safarbar bo'lib birlashib, birorta bolamiz ko'z tegmasin, nobud bo'lmay mana shu kasalliklardan olib ketildi. Lekin o'sha jarayonlarda ham ko'rdikki, Chust tumaniga nima yetishmasligi, joy, poliklinikalarimiz, eski Manavat sentridagi poliklinikamiz ahvoli, shundan kelib chiqib prezidentimiz tashabbuslari bilan mana 32 milliard so'mga bitta tumanda 32 milliard so'mga mana shu 400 o'rinli poliklinika, 80 o'rinli bolalar shifoxonasi qurib bitkazildi. Buni ham hali keyingi yilga bitish kerak edi. Quruvchilarga ming rahmat. Mana hali pulini keyingi yilga moliyalashtirish belgilangan bo'lsa ham oldindan mana foydalanishga topshirishga tayyor holatga keltirdi. Hammani mana shu tibbiyot muassasamiz ochilishi bilan tabriklayman. Konstitutsiyamiz boray bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu hamma sharoitlarni yaratib bergan yurtboshimiz doim sog' bo'lsinlar. Endi faqat bitta ish qolyapti, shu tibbiyot xodimlarimizdan o'sha Gippokrat qasamimi? O'shanga sodiq bo'lib xizmat qilish, xalqqa og'irni yengil qilish. Eng asosiysi yaxshi o'zi doktorni bir chehrasini ko'rsang, yarim davolanasan. Sal kulib turgan bo'lsa, siz hali ko'p yashaysiz desa, o'lib ketayotgan rak kasalliklari 5 yil yashagandan ham ko'rganmiz. Boshdan o'tkazganmiz. Prosta sho'li chehrasi bilan kutib olgan, jonim deydi, siz 10 yil yashaysiz hali tug'asiz deb yuboradi ayollar. O'shaning uchun yaxshilab qaralsa, Xudo xolasa, mana shu xalqimiz doim rozi bo'ladi. Sog' bo'linglar, bayramni muborak bo'lsin. Demak, bu yerda takliflarga binoan nuroniy faxriy shifokorimiz Nuronov Mashrabjon otamizni davramizga chorlaymiz, tilaklarini, niyatlarini yo'llab o'tadilar. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari, xush kelibsizlar. Avvalambor hammalaringni konstitutsiyamizning 31 yillik bayrami bilan muborak etibman. Mana hokimimiz aytib o'tdilar o'zlarining ma'ruzalarida biz shu fursatdan foydalanib bir Bog'shamol bolnitsasi, ya'ni haq tilida Bog'shamol bolnitsasi deb yuritiladi. Tarixiga esga olish kerak bo'lib qoldi. Chunki bugun yaxshi kun, tantanali kunda uni eslamasak bo'lmaydi. Bu bolnitsani bunyod etishida hammamiz uchun ustoz marhum rahmatli Mamadaliyev sa'y harakatlari ko'p bo'lgan. Uzoq muddat, 4 yil muddatda juda qiyinchiliklar bilan bir qism bolnitsa bunyod bo'lgan. Mana bugungi kunda o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Muhtaram prezidentimiz olib borilayotgan oqibatli siyosatlari, ya'ni farmon va qarorlari da belgilab berilgan vazifalar natijasida yangi tibbiyotda bo'layotgan islohotlarda mana shu qurilish ishlari 1 yil muddatda 32 milliard so'mlik
mablag' hisobiga davlat byudjetidan bunyod etilganligi juda quvonarli hol. Bugun men nihoyatda shu 40 yildan ortiq ishlagan bo'lsam hayajondaman. Umuman ko'z oldimga keltira olmayapmanki, shunchalik shu bunyodkorlikka erishishimizga. Chunki muhtaram prezidentimizni olib borayotgan siyosatlari natijasida yurtimiz obod, xalqimiz farovon yashash uchun barcha sharoitlar yaratyapti. Mana shuni bitta misoli shu turizm qatnovli markaziy poliklinika bu xalqimizning muammosini to'la tekis hal qiladi. Yon barcha mutaxassislarga ega bitta davolash profilaktika muassasasi. Ikkinchisi bolalar uchun yetishmaydigan o'rin, mana bolalar uchun yangi zamonaviy loyiha asosida barcha qulayliklarga ega intensiv terapiya, reanimatsiyaga ega bo'lgan 80 o'rinli bolalar bo'limi bunyod etildi. Men bu fursatdan foydalanib barcha shifokorlar nomidan avvalambor prezidentimizga, viloyat hokimimiz Shavkatjon Shukurjonovichga, tuman hokimimiz Bekzodjon Hamdamovga, qolaversa barcha shu qurilish tashkiloti rahbarlariga o'z minnatdorchiligimni hamda tibbiyot xodimlari nomidan minnatdorchilik bildiraman va ta'zim qilaman. Biz barcha tibbiyot xodimlari kelgusida aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat madaniyatini bundan ham samaradorlik qilishga va barcha tibbiy xizmat vazifalarini vaqtida bajarishga va'da beraman. Yana bir bor barchalaringga rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Tashakkur, umringiz uzun va sermazmun bo'lsin. Ana endi ruxsatlaringiz bilan ramziy lentalarimizni qirqib tashrif buyurishingiz mumkin tibbiyot birlashmamizga. Mana shunday musiqalar sadosi ostida. Marhamat. Bino yağlar böyle oluyor. Bu 70 tane şunlar işler. Çizgiye ne şey işler. Merak etme. Hocam var. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fallikdan keyin ketmoqchi edim. Yaxshi deb bildi. Bizda 10 bilan yotadi hammasi. Ular loyiha bo'yicha kichkina kalar. Undan ham endi 68 ta qo'shimcha qilib bersam, 14 ta qilib berdim. Hozir 38 ta qilib bersam bo'ldi.
narsa ham bor. Endi mana doktorlarda chiqib xonasiga chiqmoqda. Bitta. O'zi steril bo'lish kerak. Kirsangiz kirib olmaydi. Issiq, uni ustiga aqalli tenni qo'shib olgan. Bugun Chust xalqida juda ham katta bayram, qo'shaloq bayram, konstitutsiyamizning 31 yilligi hamda Chust tuman tibbiyot birlashma maskaniga investitsiya dasturi asosida prezidentimizning tashabbuslari bilan zamonaviy ikkita katta inshoot bitkizib topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Bu binolardan biri 80 o'ringa mo'ljallangan bolalar bo'limi, ikkinchisi ko'p tarmoqli markaziy poliklinika 400 qatnovga. Bu maskanni bitkizib topshirilishi tibbiyot xodimlariga qulay sharoitda, chiroyli joylarda ishlash uchun xalqimizga to'laqonli, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun imkoniyat deb bilaman. Bolalar bo'limi 80 o'rinlik bu bolalar jonlantirish, intensiv chaqaloqlar bo'limi hamda xasta bolalarimiz uchun mo'ljallangan maskan bo'lsa, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada kelgan fuqarolar muammosini to'laqonli shaklda yechiladi. 3 etapda, ya'ni birinchi yordam, ambulator yordam, statsionar yordam bo'lsa, statsionar yo'nalishiga tibbiy tashxis qo'yilib bo'limga yo'naltiriladi. Bugun Chust tuman tibbiyot birlashmasida juda katta qo'shaloq bayram. Mana qomusimizni nishonlanayotgan bir paytda prezidentimiz dasturlari asosida olib borayotgan yo'nalishlari asosida birlashmamizda juda katta chiroyli ikkita bino. Bu tibbiyot birlashmasidagi poliklinikasi birlashgan diagnostika markazlari bilan va 80 o'ringa ega bo'lgan bolalar bo'limi ochildi. Bu kunlarga juda ham uzoq kutdik, yetishdik. Chunki bolalar salomatligi, onalar salomatligi, ularning hayotdagi o'rni, kelajak avlod bo'lgani uchun prezidentimiz tomonidan juda ham ko'p chiroyli ishlar qilib bo'lyapti. Ana shularni olib borayotgan ishlarni bugun dasturi natijasi bilinib turibdi. Mana chiroyli binolar ochildi, xalq xizmatida bo'lish, bolajonlarimiz, onajonlarimiz salomatligini tubdan himoya qilish, faqat profilaktik xizmat ko'rsatish maqsadida ishlashga tayyormiz. Hammalaringga bayram muborak bo'lsin. Aziz vatandoshlar, bizni qarshimizda hozir mana bolalar bo'limida eng ko'p mehnat qiladigan opamiz, to'lishib turgan opamiz bilan hozir bir fikrlarni bilmoqchimiz. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mana bugun konstitutsiyamizni mana 8-dekabrga bir kun qoldi. 7-dekabr kuni 2023-yil tibbiyot birlashmasida Chust tumani bolalar bo'limida katta o'zgarish, katta qurilish, bino ochilish marosimi bo'ldi. Qanaqa taassurotlaringiz? Bundan meni rosa katta taassurotlarim bor. Hayajonlanib ketyapman hozir. Bu ochilish marosimida rosa kutdik biz. Rahmat. Prezidentimizga rahmat. Bu chiroyli joylarda kasallarimiz iloyim kamaysin, mazza qilib, chiroyli bo'lib ishlaylik. Oldingiga nisbatan hozirda sharoitlar yaxshi. Sharoitlar esa chiroyli. Hech qanday kamchiliklari yo'q. Har bitta zdaniyalarimizda har bitta xonalari chiroyli, yetarli. Rahmat. Aziz vatandoshlar, Chust tuman tibbiyot birlashmasi bolalar bo'limini eng fidokor shifokorlari, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shular bor, mana bolalarimiz ismalasa darrov yugurib olib kelishadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malika, yaxshimisiz? Zamira opa, yaxshimisiz? Rahmat. Bolalar bo'limiga ko'chib oldinglar. Qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmat. Hammamizga muborak bo'lsin. Endi mana xalq kuzatib turibsiz. Taassurotlaringizni aytsangiz. Bizda taassurotlar juda ham ulkan. Bunaqa taassurotlar har kun ham bo'lavermaydi. Birinchidan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Chunki bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetganlarga alhamdulillah, yetmaganlar rahmat qilsin. Misol o'tib ketgan bo'lsa. Mana shunday chiroyli binolarni qurib berdi rahbariyatlar, mana shu quruvchilar. Umuman hamma o'sha yerda qatnashgan o'quvchi-yu, ishchi-yu, quruvchilar hammalariga rahmat aytamiz. Bizning niyatlarimiz juda ham ulkan. Ilohim xalqimizga xizmat qilish bizning niyatimiz birinchi navbatda. Bemorlarimizga Alloh shifo bersa, undan ham biz xursand bo'lamiz. Bizning qo'llarimiz yengil bo'lsa, o'zimizga ham, xalqqa ham hammaga yaxshi. Ibrohimjon, sizning kanallaringizda haqiqatan ham bizni Chust xalqimizni qanaqaligi juda ham chiroyli qilib ko'rsatib kelyapti shu paytgacha. Men
bundan xursandman. Chunki bizda umuman chustliklari hammasi juda ham fidokor insonlar. Bu mana chetda yurganda ham ko'rdim, bu yerda ham ko'ryapman. Fidokorligimiz shundoqki, yaxshilik qilganini ham biladi, yomonlikni ham biladi. Men faqat xalqqa ham, hammamizga, hammalaringga faqat rahmat aytaman. Tan-jonlaring sog' bo'lsin. Bizning ishlarimizga Alloh kushoyish berib, Zamiraxon bilan mahkam bo'lib, sog'-salomat Ahajon, Malika opalar, Nishanovalar bilan birgalikda, rahbariyatlar bilan birgalikda xalqimizga xizmat qilamiz, Xudo xolasa. Qo'limizdan kelguncha mayli sizlar xizmatlaringda bo'laylik, sizlar ham sog' bo'linglar. Hammalaringga rahmat. Malika opa, Zamira opa, ilohim mana shu ahilliklaring ko'z tegmasin. Bolalar bo'limida sanitariya xodimidan tortib hamshiralargacha bir-biriga mustahkam. Juda ham bir ahilsizlar. Ilohim ko'z tegmasin, ishingizga rivoj, Alloh barakasini bersin. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Muborak bo'lsin. Minnatdormiz sizga ham, rahmat. Bersin, umrimizga, rizqimizga Xudo baraka bersin. Amin. Mana shu qurilishlarni hammasini ko'rganman. Mamadaliyev rahmatullohi aka degan inson qurgan shuni. Mana endi bu qurilishlarni yonidagi mana ko'rkam joyi qarang. Men har kun televizorda ko'rib ko'zimga yosh keladi. Shu yosh prezidentimizni qurayotgan imoratlarini ko'rib keladi yosh. Endi qarangki, bitta bir omin qilib qo'yaylikki, shu imoratni qurganlar, shuni qurilishida qatnashganlarni umrini Xudo uzoq qilsin. Amin. Bordi kellarimiz bardavom bo'lsin. Kasalliklar kamaysin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz juda katta bunaqa ishlarni yana ham qilaversinlar. Ilohim, bir omin qilaylik o'rtoqlar. O'tib ketganlarimizni Xudo rahmat qilsin. Qolganlari salomat qilsin. Mana bu qurbonlikka so'yladigan qo'yimizni qoni Alloh yo'lida bo'lsin. Tani sahat xotirjamligini bersin. Rabbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar fazlika va karamika bi rahmatika ya rabbal.